Usiz boshqa variant bo'lmagan bemorlar saqlab qolishga kasallik keltirib chiqargan asoratdan birdaniga yo'qoladi. Mutaxassislar bor O'zbekistonda, mana misol kineziologlar bor. Shu yelkadan tortib oyoqning uchigacha og'riq berishi mumkin. Insonni mukammal qilib yaratib qo'yganki, har bitta tana a'zo o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega-da. O'sha noto'g'ri qilingan massaj birinchisi yurakdan bo'lishi mumkin. Oyoq og'riyotgan bo'lsa, o'sha joyga qanaqadir mas surib qo'yadi, boshqa narsa qilib. Oddiy g'ishga latta o'rab qo'yishadi yoki bambukdan latta o'rab qo'yishadi, shuni bo'yniga qo'yib o'tir. Oddiygina osteoxondrozdan ham bo'lishi mumkin. Yaxshi narsa, men o'zim ham ko'p foydalanaman. Tanadan so'raymiz, o'sha narsa kerakmi yo'qmi? Harom qon bo'lmaydi odamda. Qaysidir ishlamay qolsa, o'sha boshqa muskulga nagruska tushadi. Yarmiga ham bormaydi. Yarmiga ham bormaydi, zato ukol olmaydi, dori ichmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun podkastimizning 4-soni va bugun Elmurod aka bilan umumiy ko'rinishda, ya'ni bo'yindagi og'riqlar, beldagi og'riqlar, grija masalasi, tizzadagi og'riqlar, hamma tanadagi og'riqlar bo'yicha umumiy savol-javoblarimizni boshlaymiz. Tayyor bo'lsanglar, videoga like bosib, izohlarda oluvchami yoki qanaqadir so'z yozib qolsanglar ham bizning videomizni prosmotri ko'proq bo'lib, ko'proq odam ko'rishiga sabab bo'ladi. Elmurod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tayyor bo'lsangiz, uje savollarimizni boshlaymiz. Tanishtiruvlarimizni o'tkazib bo'lganmiz, savol-javoblarimizni hammasini qilib bo'lganmiz. Klinikamiz haqida savollar berishgan edi, o'sha narsalarni ham olib bo'lganmiz, xudo xolisa. Endi faqat shu tanadagi tishdan tashqari bo'lgan og'riqlar haqida bugun gaplashamiz, xudo xolisa. Xo'p, ko'pchilikda baribir aka kuzatiladi, bu ofisda o'tiradiganlarda asosan mana bu bo'yinni qirsilatish, bo'yin og'rig'i, tortishib qoladi tomirlari, shu narsalar nimadan kelib chiqadi? Xo'p, bu kasallik masalan oddiygina osteoxondrozdan ham bo'lishi mumkin. Osteoxondroz bu shu bo'yinda yelka bilan bo'yin bir-biriga birikkan joyida xo'lka, ya'ni bunday ishib qoladi bilsangiz. Bu yog' bilan tuzlarning yig'indisi. Bu narsa ham miyaga qon o'tishini kamaytirib, miyaga kislorodniy голодание deyiladi. O'sha kislorod tanqisligini olib keladi. Bu albatta yoki qo'l uvishini olib kelishi mumkin yoki uyquda uyqusizlik kasalini ham olib kelishi mumkin yoki qo'ldagi uvishish, yelkadagi og'riqlarga ham olib kelishi mumkin bu kasallikni o'zi. Oddiygina ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Bu osteoxondroz oddiy yog' yig'ilgan, 5 kun 10 kun massaj olib borsam yaxshi bo'laman deydi-yu, lekin o'sha massajni ham eplab qilisha olmaydi bir xilda. O'sha noto'g'ri qilingan massaj battar u xo'lkani yuqoriga, ya'ni miya tarafga haydab chiqarib qo'yishadi-da. Unga oddiy qilib aytadigan bo'lsa, отводящий deydi, ya'ni miyadan pastga qarab qilinadigan massaj qo'llanish kerak. Unga yaxshigina o'zini ustasi, ishini ustasi bo'lgan mutaxassisga borish kerak. Grijadan ham kelib chiqishi mumkin, mana shu og'riqlar. Albatta, ko'pchilik bizga kelishadi. Mana bo'ynimda hech qanaqa og'riq yo'q, lekin qo'lim og'riydi. Yoki ertalab tursam yoki kech payt qo'llarim uvishadi. Kuchli uvishish paydo bo'ladi deydi. Kuchli uvishish qo'ldagi ikkita narsadan bo'lishi mumkin, yoki uchta narsadan deylik. Birinchisi yurakdan bo'lishi mumkin. Endi bu baribir mutaxassis kardiologiyaga boriladi, kardiolog vrach ko'rib unga tashxis qo'yadi. Agar yurak yaxshi chiqadigan bo'lsa, demak 100% bo'yinda muammo bo'ladi. Bu bo'yindagi muammolar oddiy protruziya, o'sha o'tgan sonda gapirganimiz bo'lsin, grijani bolachasi yoki grija bo'lsin yoki o'sha osteoxondroz kasalliklari shu yelkadan tortib oyoqning uchigacha og'riq berishi mumkin. Grija bo'lgan odam, protruziya bilan grijasi bor odamni farqi, protruziyada sal yengilroq og'riq bo'ladi. Lekin grijadagi xuddi og'riq bo'ladi, faqat yengilroq stadiyada bo'ladi. Grijaga aylangandan keyin og'riq o'stirilishadi, ya'ni og'irlashadi, kuchayadi. Uvishishlar kuchayadi, uyqusizlik kuchayadi, tez asabiylik kuchayadi. Odam sal narsaga jizzakilik bo'ladi. Axir bolalarning shovqini yoqmaydi yoki uydagilarning gapi yoqmaydi. Mana shunaqa tez asabiy bo'lib qoladi. Bu ham albatta grijadan bo'lib kelib chiqishi mumkin. Grija imенно bo'yindagi qon aylanishini buzib qo'yadi, tanadagi. Chunki miyadan kelayotgan kanallar qon tomirlarini siqadi, bir xillarda qulog'ida shovqin olib keladi, qon bosimini o'ynashigacha olib keladi. Davleniya bir xillarda ko'tariladi, tushmaydi. Qonini tekshirtiradi, qoni suyuq chiqadi, quyilib ketmagan bo'ladi. Hamma gormonlarni topshirishadi, gormonlar hammasi analizli javoblari zo'r chiqadi. Lekin davleniya tushmaydi. Bunga asosiy sabab shu bo'yindagi muammo, ya'ni позвоночник o'sha qisilganning hisobiga shu qon aylanish sistemasi deyib nervlarni ezib qo'yadi, tomirlarni ezib qo'yadi.
tomir ezilgandan keyin avtomatik qon oyoqqa yoki qo'lga yaxshi yetib bormaydi. Shuni hisobiga uvishish yoki og'riq bilan sizga o'sha tana signal beradi. Bu kineziologiya ham asosiy maqsadi bu kasallikni ilzini topish. Bizga kelgan bemorlarda bizga kelishadi, biz ulardan birinchi bo'lib ulardagi kasalligini eshitamiz, qanaqa og'riqlar bo'lyapti, qachondan beri bo'lyapti, nima muolaja qilishdi ungacha. Undan keyin bizni kasallik yotqizib, bemorni yotqizib, uni test qilamiz. Kineziologiya test deydi. Bu test orqali qaysi muskul qayerda yaxshi ishlamayapti. Har bitta muskul odam harakati uchun javob beradi. O'zini vazifasini bajaradi. O'zini vazifasini bajaradi. Qaysidir ishlamay qolsa, o'sha boshqa muskulga nagruska tushadi. Bizning vazifamiz ham o'sha immun poзвоночникda kelyaptimi shu muammo yoki qaysidir muskul yaxshi ishlamay qolganidan bo'lyaptimi. O'shani aniqlaymiz va kasallikni ildizini bartaraf qilamiz. Shuni o'zida ham kasallikni o'zi yo'qoladi, uni kasallik keltirib chiqargan asorat ham birdaniga yo'qoladi. Va og'riq birdaniga kamayib, kasallik tuzalishi ham tezlashib ketadi prosessi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, bemor keladi, biz tekshiramiz. Kasallik bemorni bo'ynida muammo bor, lekin bemor bilmaydi bu narsani. Ular bizga oyoq og'rig'i bilan kelishadi. Mana oyog'im og'riyapti. Biz tekshiramiz, bo'yinni ozgina qiyshaytiramiz, qarasak, bo'yinni qiyshaytirsak oyoqqa kuch keladi. Bosh yana to'g'irlab qo'ysak, o'sha oyoqda kuch yo'qoladi. Oyoqni og'rishi. Bu degani avtomatik bo'yinda muammo bor. Tanani o'zi. Bu kineziologiya shu odam inson tanasi bilan gaplashish degandek gapda. O'sha bo'yindagi muammoni bartaraf qilamiz, avtomatik oyoqdagi muskul ishlashni boshlaydi. Bu yurg'izib ko'ramiz, srazi bemorni srazi o'sha yengillik his qiladi. Bizning vazifamiz o'sha kasallikning ildizini topamiz, bartaraf qilamiz. Kasallikning ildizini topamiz, bartaraf qilamiz. O'shani hisobiga qaysidir kasallikni davolash prosessi ham boshqalarga nisbatan qisqaroq muddatda bo'ladi va davomiyligi uzoqroq bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, shunda qarang aka. Demak, menda hozir oyoqim og'riyotgan bo'lsa, bo'ynimda muammo bo'lishi mumkin, belimda muammo bo'lishi mumkin. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Albatta. Buni ko'pchilik nima qiladi? Og'riq qoldiradigan dori, oyoq og'riyotgan bo'lsa, o'sha joyga qanaqadir mas surib qo'yadi, boshqa narsa qiladi. Bu yana qaytalanish boshlanadi. O'sha ko'pchilik men eshitganman, operatsiya qildiradi, o'sha oyog'im og'riyapti, mana bu joyda anaqa narsa bo'libdi degan narsa bo'ladi. Hozir sizning gapingizdan keyin tushundimki, uni baribir ildizini yo'qotmasa, u og'riq operatsiya qilsa ham tiklanishi mumkin. O'zi operatsiyada menimcha o'sha oyoq og'riydimi, bo'g'im og'riydimi, baribir nerv o'ldirishga aniqlashsa kerak operatsiyasini. To'g'ri. Bu kasallik o'zi masalan tizzada artroz kasalligi bor bemorlardan so'rasangiz, hammaligi 90% grija bilan og'rigan kasal. Grijani davolashgan, ya'ni konservativni faqat o'sha tarafdagi o'sha yerda bo'layotgan muammolarni yo'qotishgan, og'riqni bloklashgan faqatgina shuni hisobiga keyin u tizzaga beraveradi. Qolgan 10% Covid paytida, pandemiya paytida, ya'ni o'sha hamma biladi, o'sha dexametazon degan gormondan foydalanilgan, chunki usiz boshqa variant bo'lmagan bemorlar saqlab qolish uchun. O'sha dexametazon gormoni bu tanadagi kalsiyni yuvib chiqib ketadi odam. Kalsiy tanqisligidan keyin suyakda muammolar, ya'ni suyak yemirish kuchayib ketadi. Mo'rtlashib, suyak yemirish kuchayib ketadi. Shu ikkita tashxis. Aslida shu tizzadagi muammosi borligi ham albatta bu grija bilan og'ringan kasallar bo'lib chiqadi yoki travma olgan bo'lishi ham mumkin. Tizza bilan yiqilgan bo'lsa, bu ham o'sha tizzada artroz yoki tizzaga og'riq olib kelgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. Ko'p eshitganman-da, sizlarning klinikalarga borgan paytimizda shu bemorlar kelsa, ertasilab ishdan tashqari hamma og'riqlarni davolaymiz. Bu aytmoqchi bo'lgan narsam, mana tirsak og'rig'i, sport travmasi bo'ladimi yoki latish bo'ladimi yoki singan holatda bo'ladimi? Misol singandan keyin po-любому bu narsani travmatolog to'g'rilaydi-da. Undan keyin baribir og'riqlar tiklanadi. Bu narsani ham sizlar davolaysizlarmi? Albatta. U kineziologiya orqali birinchi bo'lib qilinadigan ish bu inson tanasidagi biz 100% muskulni tiklab beramiz. Ya'ni ishlamagan muskullarni ishlatib beramiz. Bu degani o'sha suyakdagi muammolar 90%
suyakka emasda endi nagruzka. Muskulga o'tdi degan, muskul qabul qildi. Suyak уже nagruzkadan ozod bo'lgandan keyin o'zini o'zi восстановление qilishni boshlaydi. O'zi muskullarni o'zi ishlagandan keyin bizga kelgan bemorlarda уже ko'pida уже og'riqlar уже yo'qolishni boshlaydi. Oddiygina muskulni tiklaganimiz keyin unga qo'shimcha qilib oddiy manual terapiya qilamiz. Ya'ni nima uchun? Qisilgan позвоночник yoki смещение, скручивание deymiz. O'sha скручиваниyalarni ochish uchun ishlatamiz manual terapiyani. Manual terapiya ham bizda juda ham og'riqsiz proses bo'ladi, yengil qilinadi va faqatgina boshqa manual terapiyalardan farqimiz ham biz faqat o'sha qisilgan joyni ochamiz. Mana bir xillik keladi, faqat boshdan oyoq qirsillatishadi. Oyoqning uchigacha, chochiga, tishigacha qirsillatishadi. Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda faqat o'sha qisilgan joyi, ezilgan joyi, nagruzka tushgan позвоночникda deformatsiya bo'lgan joyni topamiz. O'sha kineziologik test orqali va faqatgina o'sha joyi bartaraf qilamiz. Tanadan so'raymiz, o'sha narsa kerakmi yo'qmi? O'sha narsa kerak bo'lsagina qilinadi, qo'llaniladi. Bo'lmasa yo'q, har bitta kelayotgan bemorga individual yondashamiz. Ya'ni siz kelsangiz tizza og'rig'i bilan sizga bir xil lecheni, bel bilan kelgan bemorga ham xuddi shu lecheni bo'lmaydi. Har bir kelgan bemor o'ziga qarab, kasalligiga qarab muolajani kuniga belgilab boramiz. Endingi savol aka, ko'pchilik misol mana shu suyakdagi og'riqlarni ketkazish uchun hijoma qilishadi. Banka qo'yishadi. Yana nimadirlar qilishadi-da. Ularning qanchalik foydasi bor deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda hijoma endi sunnat amal. Yaxshi narsa. Men o'zim ham ko'p foydalanaman hijomadan. Hijomani asosiy vazifasi bu hech qanaqa aytishadi-ku, harom qon chiqib ketadi deyishadi-ku. Bu hech qanaqa harom qon bo'lmaydi odamda. Kapillyar tomir, mayda tomirlardagi bosim bilan quyilib qolgan, yig'ilib qolgan qonlarni chiqarib tashladi. Bu birinchidan. Yurak u qon chiqib ketgandan keyin yurak yengil qon ishlab chiqarishni boshlaydi. Va yengil suyuq qonni u tanaga jo'natadi. Odam tanasi qiziydi, odam o'zini yengil his qiladi. Yomon qon chiqib ketib, quyilib qolgan qon chiqib ketgan. Ikkinchi vazifasi tilingandan keyin miya buni biladi. Bu tilindi. Buni восстановление qilish kerak, ya'ni tiklash kerak. Va bu yoqqa tiklash uchun nimani qaratadi? Miyani o'zi. Alloh taolo shunaqa insonni mukammal qilib yaratib qo'yganki, har bitta tana a'zo o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega-da. Agar unga to'g'ri podxod qilinsa, ya'ni ozgina yordam beriladi, lecheniya sifatida o'zini o'zi tiklay oladi. O'sha tilingan joyi восстановление qilish uchun miya ham konsentratsiya qiladi, bu yoqda fokusi bu yoqqa qaratadi. Va birdaniga o'sha bo'tdagi og'riq ham yo'qolib ketadi ko'pchiliklar. Miyadan bu ko'p hamma narsa основной psixический самовнушение, ya'ni miyaga bo'layotgan signal bu. Oddiy misol, doktorga borasiz, hech qaytingiz og'rimaydi. MRT qilib chiqing yoki rentgen qilib chiqing deyishadi, rentgen qilishadi. Belingizda grija bor deyishadi. Endi bo'ladi grija. Grija bor deyishadi, o'shandan keyin belingiz og'rishni boshlaydi. E'tibor bering. Shunaqa bo'ladi aka. Bahona bor-da, chunki miya uje shu narsani qabul qiladiki, menda kasallik bor ekan belimda deydi-da, uje kech payt yotganingiz o'zida o'zingizdan o'zingiz og'riq qidirishni boshlaysiz. U og'riqni qidirib topganingizdan keyin bo'ldi, endi boshingiz balodan chiqmaydi. Qaysi doktorga borishim kerak, endi nima qilishim kerak, qaysi dorini ichishim kerak, qaysi ukollarni olishim kerak, ketib turadi. Hamma narsasi miyadan kelib chiqadi-da. Oddiy misol, miyaga men o'zingizga oddiy bu psixologiyada ham bor narsa, oynaga qarab men sog'lomman, men kasal emasman deb o'zingizga o'zingiz gaplashadigan bo'lsangiz ham o'sha narsa ham sizni tuzatishi mumkin. Bu hech qanaqa masalan oddiy grija yoki boshqa kasallik bular hammasi oddiy kasallik, vahma qiladigan kasallik emas. Oddiy gimnastika, fizkultura, boshqa narsa bilan yoki mana shu aytganimdek o'zingiz miyangizni, ongingizni tozalab ham tuzatib olsangiz bo'ladi bu narsani. Og'riq kasal, bu hech qanaqa xavfli emas, faqatgina shu davolasa bo'ladi. Ehtiyotimni qilishim kerak. Shu gimnastika qilishim kerak, davolasa bo'ladi. Bo'ldi, shu narsani o'zi ancha narsani hal qilib qo'yadi-da. Tushunarli. Xo'p, endingi savol bu aka, bo'yin. Mana ko'p ishlaydiganlarni bilaman-da. Bo'ynini qiyshaytiradi, o'qiladi, tomiri tortishib qoladi mamlalarda. O'zimda ham bir ikki marta bo'ladi-da, chunki kompyuterda o'tirib ishlayman.
yoki kompyuterda nimadir ko'raman, bu balki noto'g'ri o'tirishdandir, balki o'sha bo'yin qotib qolishdandir. Shu narsalardan qanaqa qilib qutulsa bo'ladi aka? Birinchi uchurda to'g'ri o'tirish kerak. Hammamiz endi masalan oddiy telefon o'ynaydigan bo'lsak ham unaqa o'ynaymiz. Kompyuterda o'tirsak ham albatta egilib o'tiramiz. Kitob o'qisak ham egilib o'tiramiz. Shuni tekis holatda ham qilsa bo'ladi, lekin bizga odat bo'lib qolgan bu narsa. Egilib o'tirishlik. Yoki oddiygina yostiq, yotadigan, kech payt yotadigan yostiqimiz ham katta narsani rol o'ynaydi. E'tibor bering, mana Xitoy eski kinolarida ham hech kim yostiq ishlatmagan. Oddiy g'ishtga latta o'rab qo'yishadi yoki ani bambukka latta o'rab qo'yishadi, shuni bo'yniga qo'yib yotadi. Nimaga? Ular ham Tibetda u tabobati kuchli bo'ladi. Tabobati kuchli Xitoy. Bu narsa bo'yin sohasini ertalab kech payt yotganingizdan keyin pazvanoshning balans qilib ushlab turadi. Bu ushlab turgandan keyin ertalabgacha bo'lgan uyqungiz davomida miyaga kislorod zo'r yetib miyaga kislorod zo'r yetib bordi degan uyqungiz tiniq bo'ladi degan. Juda ham zo'r kачественный uyqu olasiz. Shuni hisobiga bu bo'yinda muammo bo'lmaydi bu narsa. Grija bo'lmaydi yoki bo'yindagi og'riqlar bo'lmaydi. O'sha oddiy yostiq ham ancha rol o'ynaydi bu yerda. Yostiqqa e'tibor berish kerak bu degani. O'tirishimizga e'tibor berish. Og'ir ko'tarsangiz hech qanaqa siz bo'yinda grija bo'lib qolmaysiz. Naborot og'ir ko'targanda bo'yin sohasidagi pazvanoshnik ochiladi. Chunki yelkadan past ishlaydi. Bo'yin ishlamaydi og'ir. Tortilgan. Turnikka tortilganingizda bo'lsa, naborot teskarisi bo'ladi. Bo'yin bel pastga osiladi. Bo'yin qisiladi. Grija kattalashib olib ketadi. Shu narsalar rol o'ynaydi. Ko'pchilik bo'ynimda grija bor ekan deydi, turnikka tortiladi. Belda bo'lsa foyda beradi bu narsa. Agar bo'yinda bo'ladigan bo'lsa, bu faqatgina teskari tarafga, ya'ni ziyonga ishlaydi. Shu narsa. Bo'yindagi grija qanchalik xavfli aka beldagiga nisbatan? Bo'yindagi grija beldagiga nisbatan ancha xavfliroq, chunki nimaga desam, bo'yin miyaga yaqinroq bo'ladi. Miyaga o'sha aytganimdek, miyaga yaxshi kislorod yetkazib bormagandan keyin miyada atrofiya deydi, ya'ni miya polshariyasi, ya'ni bo'shashishni boshlaydi. Bu degani xotira pasayib ketadi. Shu aytganimdek uyqu pasayib ketadi. Odam asabiy bo'lib qoladi, nervni stress va hokazo kasalliklar ko'p keltirib chiqadi. Bo'yin sohasi o'sha aytdi, masalan, belda grija bo'ladigan bo'lsa, bel oyoqqa beradi, belga beradi. Bo'yinda grija bo'ladigan bo'lsa, butun tanaga beradi. Og'riq. Birinchi o'chirda qo'ldan boshlaydi, yelkaga boradi. Ko'pchilik boradi, yemirta qildiradi, yelkam og'riyapti deydi. Yelkingda shamollash bor ekan deyshadi, o'shanga qarab muolaja qilishadi. O'sha muolaja o'tmagandan keyin bor ana deyshadi, blokada qildirib kelishadi, qutulishadi. Bu juda xato narsa. Kasallikka ildizi tepada bo'lib turib, xuddi daraxt o'syapti, daraxt shoxini uchini kesganday bo'lib qoladi-da. Bu yerda daraxt yana ildizi turibdi, yana o'sib ketaveradi, davom etaveradi, bitta suv suv quysa. Bu kasallikning ildizini olmaguncha bu og'riqlar vaqtinchalik bo'lib qoladi. Blokada ham xuddi shu narsa o'z nomi bilan aytib turibdi, blok. Bu og'riqni bloklab beruvchi vosita. Bu hech qanaqa davolovchi yoki qanaqadir foyda beruvchi emas. Odam blokada olgandan keyin qaysidir holat og'riq to'xtaydi. Og'riq to'xtagandan keyin o'zini bo'ldi, men tuzaldim deb hisoblaydi. Va yana o'sha og'ir ishi, yana og'ir mehnatni o'sha hamma eski qilgan ishini davom ettiradi. Bu yerda kasallik o'sishda davom etib ketadi bo'yindagi. Vaqtlar o'tadi, u blokada kuchini yo'qotadi. Kuchini yo'qotgandan keyin birinchi bo'lgan og'riq u uchun orzu bo'lib qoladi. Ya'ni 2 barobar, 3 barobar kuchayib og'riq qaytib keladi. Bu narsa ham привыкание, ya'ni o'rganish olib kelib qo'yadi blokada. Shu blokada har 3 oyda, har 1 oyda yoki har 6 oyda yoki har 1 yilda hammaning organizmi har xil, hammaga har xil ta'sir qiladi. Shu muddatda olib yuradigan bo'lib qoladi. Bu ham vaqtinchalik. Keyin bora-bora bu ham ta'sir qilmaydi. Birinchi oddiy gormonalning ukollardan boshlashadi, keyin sekin-sekin qimmatlashib ketishadi. Har bitta ampulasi 1,5 million, 2 millionga chiqib ketaveradi. O'shalar ham ta'sir qilmay qoladi. Keyin oddiy konservativning oddiy o'sha muolaja qilib tuzatsa bo'ladigan lecheniyalar ham ta'sir qilmay qoladi bu bemor. O'sha nervli o'lib bo'lgan bo'ladi. Bu yerda kasallik rivojlanib bo'lgan bo'ladi. Bo'yindagi o'sha siqilgan nerv o'sha shikastlanib bo'lgan bo'ladi. Grija chiqadi, nerv ezadi, ezib turadi. Ko'pchilik bizga keladi,
bir kunda zo'r bo'lmadim deb rezultat so'rashadi. O'sha asosiy vazifa bitta tushuntirib bering ularga. Oddiygina misol, bu bemorlarga ham ko'p qaytaraman bu gapni. Eshikda qo'lingizni siqib oldingiz. Eshikni ochsangiz qo'lingiz og'rig'i riski o'tib ketmaydi. 2-3 kun og'rib yuradi. Bu ham xuddi shu narsa. Nerv nerv ezadi, nerv achchiq bo'ladi, eziladi. Va uni biz chiqarganimizdan keyin birdaniga bu nerv taqqa deb sharga o'xshab ish joyiga qaytib kela olmaydi-da. 1 kun, 2 kun vaqt o'tadi, ko'p emas. Bu joyga kelib olgandan keyin bo'ldi, og'riq taqqa to'xtaydi. Avtomatik. Ana ko'p aytishadi-ku, misol 40 yildan beri bo'ynim og'riydi, belim og'riydi deydi-da. Ertasi kuni shunaqa kelishi bilan o'sha tuzalmadi-ku degan narsa bo'ladi. Bizlarni sehrgar deb o'ylashadi ko'pchilik. Tabiblar hozir chiqib ketgan undoqdir. Siqsa, bomi og'riydi deydi-ku. O'shanga o'xshatib deyishmoqchi-da. O'sha hamma narsa ham ixlosda-da. Mana oddiy misol, masalan, o'zimizda Toshkent viloyatida ham bitta tabib chiqdi eshitgan bo'lsangiz, ham og'ziga tuflab tuzatib qo'yadi. Odamlar tuzaldi o'shandan. Asli nimaga? Ixlosda. Odamlar shu miyasiga samal-misheni qilib bordiki, o'shan tupiga menga foyda bo'ladi. Bordada ishonib borib tuzaldi. Lekin u vaholanki, u odamda hech qanaqa tufugida hech qanaqa vitamin, bakteriyalar yo'q, qo'shimcha vitaminlar, hech qanaqa davolovchi xususiyati yo'q. Lekin o'sha miya ong osti bilan o'zi bordi, o'sha odam og'zimga tupurib qo'ysa yaxshi bo'lib qolaman dedi. Kelsa qancha odam tuflab ketdi, qancha odamga tuzaldi ko'pchilikda, foyda sezdim deb kelishdi. Endi u yo'lga borish o'zi ham bilmayman dedi ekan. Mantiqqa o'ylab qarasangiz ham o'zi borib nima desam bo'ladi, to'g'ri kelmaydigan narsalar birovni og'ziga tuflash. U genetik tomonlama ham, mana din tomonlama ham shu to'g'ri kelmasa kerak. To'g'ri. Baribir o'zi mutaxassislar bor O'zbekistonda, mana misol kineziologlar bor. Yangi mutaxassislar, yangi sohalar chiqib yotdi. Og'riqsiz davolash, ukolsiz davolash, dori-darmonsiz davolash. Hammasi bu nima deydi? Prosta tak borib, ishonch bildirib, ixlos qilib, o'sha lichenalarni olsanglar, shu tanadagi barcha og'riqlardan qutulsa bo'ladi-da. Qo'l uchidagi og'riq bo'ladimi, tovonda bo'ladimi, oyoqda bo'ladimi, farq yo'q. Mutaxassisga borish kerak, ixlos qilish kerak, aytgan narsasi bo'yicha mashqlarni qilish kerak. Zadanalar berilganda hammasini to'g'ri bajarsangiz, o'sha og'riqdan qutulasiz-da. Unga ukol qilib, dori olib, falon pulga misol bitta doktorga borsangiz, hozir shu travmatologga borasizmi misol, Grejanda oladigan mutaxassisga borsangiz, ukol dorini o'zini hozir pashti bir 7-8 millionga yaqin pul solib beradi-da. Lekin menimcha 7-8 millionga siz klinikangizga kelgan odam buncha pul ham sarflamasa kerak deb o'ylayman-da. Yo'q, yarmiga ham bormaydi. Yarmiga ham bormaydi, zato ukol olmaydi, dori ichmaydi. Shu narsani o'zini sog'lom tanasini prosta siz tushuntirasiz, nervlarini o'sha tiriltirib, grejani olib tashlab, qilib, o'zini yo'llari bor-ku endi. Bu narsani men to'liq tushunmayman. Og'riqsiz davolasa bo'ladi demoqchimiz, deb narsa bilan. Bemalol o'sha Elmurtaga murojaat qilsanglar bo'ladi, klinikalarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Samarqand, Namanganda xudo xolasa sizlarga xizmat ko'rsatadilar. Endi Toshkentda ham xudo xolasa endi kommentariyada qo'llab-quvvatlasanglar, Elmurtaga ko'ndiramiz, Toshkentda ham xudo xolasa klinikalarni ochishlarga xudo xolasa. Bemalol Elmurtaga xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, raqamlarni qoldiramiz, bepul konsultatsiya, MRTlar bo'lsa, chiroyli ko'rinishda ko'rinadigan hamma o'sha elementlari, yozuvlari, detalli ko'rinadigan bo'lsa, Telegramdan tashlab berasizlar. Klinikadagi mutaxassislar sizlarga bu narsa bo'yicha yechim qilib berishadi, javob qilib berishadi. O'shandan keyin sizlarga o'sha qanaqadir tashxis qo'yishsa bo'ladi. Menimcha baribir borishgani sizga yaxshiroq. O'zingiz ko'rib yoki mutaxassislaringiz ko'rganda aniq tochkaga tashxis qo'yib bersangiz yaxshi deyman-da. O'zligiga ham yaxshi bo'ladi, bizga ham osonroq bo'ladi. Chunki bemor telefon qilganda to'liq tushuntirib bera olmasligi mumkin-da, kelayotgan unga og'riqlarini. Bizga kelganda biz o'zimiz o'sha test qilib, tekshirib, qatdan kasallik kelib chiqayotganini bilib, o'shanda diagnoz qo'yib bersa, xolasa lecheni olishadi, xolashmasa yo'q. Prosta konsultatsiyaga kelsa, o'sha aytganingizdek, hech kim pul so'ramaydi. Kelishadi, konsultatsiya olishi ma'qul kelsa, lecheni olishadi, bo'lmasa yo'q. Hech kim zo'rlamaydi. Shunaqa narsalar. Xudo xolasa o'sha tish og'rig'idan boshqa hamma og'riqlarni Rahmatullayev neyrokinezologiya klinikasi sizlarga davolab beradi. Raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi bemalol.
Videomiz manfaatli bo'lishi uchun, barchaga yetib borishi uchun bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariy yozib qo'yasizlar. Instagramda, Telegramda, Facebookda, TikTokda bizani kuzatib borsanglar, xursand bo'lamiz. Yangiliklarni xudo xohlasa tez orada e'lon qilamiz yana. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.